Assalomu alaykum. Men pulga jonon chekka bera olasizlarmi? Bo'ladi. Kimga olmoqchisan? Onam kasal edilar. Jonon chekka yaxshi ko'rardilar. Meni sizga ko'rishga borotgandim. Yur. Mana bu chekining. Mana buni ham olib qo'y. Nega? Chunki onajon tuzalib ketganlarida mana shu pulga shu yerga olib kelasan yana. Rahmat amaki. Davay. Bolam, bir ish qiladigan bo'lsang, faqat o'zingni foydangni o'ylamagin, xalqqa ham manfaatini, foydasini ko'zlagin.